Minecraftda bir-biri bilan umuman kelisholmaydigan sehrlar. Bizning birinchi ro'yxatimizdagi sehrlar bu samoviy zarba va o'tkirlik. Bu ikkala sehr qilich uchun ishlaydi. Bilsangiz, samoviy zarba sehri zombi, skelet va vizir kabi o'lik moblar uchun zarbani kuchaytirib beradi. O'tkirlik sehri esa barcha moblar uchun. Agar sizning qilichingizda o'tkirlik sehri bo'lsa, siz u qilichga samoviy zarba sehrini qo'sha olmaysiz. Qisqa qilib aytganda, bu ikkala sehrni bitta qilichda ishlatishning imkoni yo'q. Agar buning imkoni bo'lganida, bu qilich o'lik moblar uchun o'ta qudratli qurolga aylangan bo'lardi. Mojang bu narsani ko'zdan qochirmagan. Ikkinchi ro'yxatimizdagi sehrlar bu ipak teginish va omad. Bu sehrlar kirka uchun ishlaydi. Bilsangiz, ipak teginish sehri biz qazigan narsalarni asl holida tushiradi. Tushunarli qilib aytsak, biz bu sehr bilan olmos qazsak, undan olmos emas, uning rudasi tushadi. Omad sehri esa biz qazigan rudalardan droplarni ko'p tushish ehtimolini oshiradi. Bu sehr yordamida biz bitta rudadan 3 tagacha olmos olishimiz mumkin. Tushunganingizdek, bu ikkala sehrni ham bitta kirkada ishlatishning imkoni yo'q. Bu sehrlarni bitta kirkada ishlashini tasavvur qilishning o'zi ahmoqgarchilik. Video yoqgan bo'lsa, unga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.